Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 14 sentyabr günü axbarat elan qılıb, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatını Xitayning Şərq Türkistanda izchil yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qildi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının 78-ci növbətlik ümumi yığınını Xitayning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun jiddiy harakat qilishga chaqirdi degan temada e'lon qilingan axborotda mundaq deyildi. Xitoy katibashi Xi Jinpingning yaqinda Xitoy hukumatining Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yanama ilgirlagan holda kuchaytirish to'g'risidagi va'dasini ko'zda tutib, Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının 78-ci növbətlik ümumi yığını və onunğa qatnaşıdığan dövlətlərdən Xitayning Şərq Türkistandakı Uyğur, Qazaq, Qırğız qatarlıq Türkiyə xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun jiddiy hal qilg'uch tadbir qo'llanishni talab qildi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı və onunğa a'zo dövlətlərni Xitayning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni keskin turda ayiblaydigan, vahshiylikdan qochqanlarga panohlik beradigan Şərq Türkistanning Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasi va boshqa xalqaro organlar orqali adolatni yo'qlash, Xitayning Uyg'ur diasporasiga qaratgan josuslik harakatiga to'sqinlik qilish, Şərq Türkistan masalasini Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatida kun tartibga elib kelish qatorliq ko'p taraflamalik strategiyani qo'llanishga chaqiriq qildi. Buningga qo'shib yana Xitoy sahibxonlik qilgan harakat faoliyatlarini diplomatik boykot qilish, irqiy qirg'inchilik ahdnomasini amaliylashtirish, qo'g'dash huquqini yurgizish, Şərq Türkistonni besib olingan davlat deb e'tirof qilish, Şərq Türkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyaga o'xshash ishg'ol qilingan davlatlarning mustamlikadan qutulishi va kuchayishiga yordam berishni talab qildi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi G'ulom Osman Yag'ma Xitoy Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik davrimizga munozara talab qilmaydigan eng jiddiy insonparvarlik krizisidir. Xalqaro jamiyatning quliqini yupurib olib sukut qilishi va palachalga tushib harakat qilmasligi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qilingan xiyonati bo'lib qolmay, balki yana kishini bearam qiladigan o'rtaq insoniy vijdonning cho'kishidir dedi. Amerika hukumati va Kanada, Gollandiya, Angliya, Litva, Çix və Fransiyani o'z ichiga olgan ko'plagan g'arb davlatlarining parlamentlari Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2022-yildagi dokladida bu jinoyatlarning insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkinligini dalilladi. 1948-yili e'lon qilingan irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasiga imzo qo'ygan davlatlarning hammasining irqiy qirg'inchilikning oldini olish va irqiy qirg'inchilik jinoyatini jazolash majburiyati bor. Ko'pincha g'arb davlatlari Xitoyning Şərq Türkistondagi irqiy qirg'inchilik harakatini simvol xarakterlik ayblab qo'yibla ahamiyatlik oldini olish tadbirlarini qo'llanmadi. Ukraina ishg'oliga tutgan pozitsiyasiga birlashtirganda yerginishlik qo'sh o'lcham qo'llanganligi o'ttirg'a chiqdi. Uningdan boshqa musulmon dunyosining Turkiyaga o'xshash turk davlatlarining passiv pozitsiyasi din qarindoshlari va etnik qarindoshlarining ustidagi majburiyatini ado qilmaslik nuqtai nazaridan qaraganda kishini andishiga soladi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin strategik məsləhətçisi Məmtimin A'la Amerika başçılığındakı demokratik dövlətlərinin Şərq Türkistan məsələsini Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı ümumi yığını və bexatarlik kengişida ciddi turda tunji muhim o'ringa qo'yishi kerakligini, undaq bo'lmaganda kishilik huquq qurilmasiga dunyoviy ofat xarakterlik buzg'unchilikni, og'ir darajadagi axloq mag'lubiyatini keltirib chiqaradiganligini ta'kidladi. Xitoyning 2014-yildan buyon Şərq Türkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishi kundan kunga shiddatlanib, 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini jazo lagerlari, turma va qul ishchi lagerlariga keng ko'lamda qamadi. Xitoyning Şərq Türkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi majburiy emgakka selish, tug'mas qilib o'tish, kultur va madaniyatini vayron qilish, assimilyatsiya qilish, 1 millionga yaqin Uyg'ur bolalarini oilasidan ayirib o'tish, davlat qo'llagan bosqinchilik va diniy erkinlikni bostirishni o'z ichiga oladi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin baş ministri Salih Xudoyor irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilmagan har bir payt Xitoyning irqiy qirg'inchilik mashinalarining Şərq Türkistondagi texmi ko'p begunoh kishilarning jonini tinidan judo qilish sharoitini yaratadi. Harakat qo'llanish vaqti allabirun o'tib ketdi.
Yana kechikversa, dunyo bo'libmi Sharq Turkiston xalqining bardoshlik beroladigan yeri qolmaydi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatı e'lon qilgan axborot 14-sentabr kuni Hindiston vaqti xabar to'ri va Print xabar to'rida tafsiliy xabar qilindi. Xitoy Davlat Mudofaa ministri Li Shangfu 2 haftadan beri ko'zlardan g'oyib bo'lgan. CNN xabar to'rining 15-sentabr kunidagi xabariga qaraganda, bu yil mart oyida Xitoyning yuqori qatlamida elib berilgan islohotdagi xodim o'zgarishida Davlat Mudofaa ministri bo'lib tayinlangan Li Shangfu 2 haftadan ko'proq vaqt ko'zga chaliqmagan. Pul muomala vaqt gazeti payshanba kuni kechda Amerika amaldorlarining Lining tekshirilayotganligiga ishonganligini aytganligini xabar qilgan. Juma kuni o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Li familikning ahvoli to'g'risida so'ralganda Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Mauning bu ahvoldan xabarining yo'qligini aytib turgan. Xitoy hukumati va harbiy to'r bekatlari Li familikni yanada davlat mudofaa ministri, o'lka boshlig'i va partiya markaziy harbiy komitetining a'zosi deb ko'rsatgan. Li familikning g'oyib bo'lishi Xitoy armiyasida tuyuqsiz qayta saplash yuz bergandan bir necha hafta o'tgandan keyin yuz bergan. 7-oyda Xalq ozodlik armiyasi raketa armiyasining 2 rahbari tuyuqsiz almashtirilgan. İşten bo'shatilgan qo'mondon bir necha oydan buyon ommaviy so'rinda ko'rinmagan. Oldingi hafta Amerikaning Yaponiyada turishliq bosh elchisi Rahim Immanuel Twitterda Li familikning 2 hafta ichida ko'rinmaganligini yozgan. Li eng oxirgi qatim 29 avgust kuni Beijingda o'tkazilgan Xitoy Afrika tinchlik va bexatarlik munbirida muhim nutq so'zlaganda o'zini oshkora qilgan. Ve en oxirgi qatim avgustning o'rtalarida Rossiya va Belarusiyani ziyorat qilgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, oldingi hafta Li Vyetnam mudofaa ministrlari bilan ikki davlat chegarasida o'tkaziladigan yillik uchrashishdan tuyuqsiz chekingan. Chekinishdan ilgari Xitoy xonimiga Lining sog'lomlik ahvoli sababidan yig'inning kechiktirilganligini aytgan. Yuqori darajalik amaldorlarning orqa-orqadan g'oyib bo'lishi Xi Jinpingning hokimiyat yurgizish masalasini bağlashni maydonga keltirgan. Bugun dushmanni bearam qila oladigan amaliy qo'llashlarning kuchayishi hamda masalani hamdamlashib turib birlikda hal qilish xususida keng ko'lamda tashviqotlarning qanot yaydirilishi zarur bo'layotganda, o'limi ortiq kelgan to'pning chambarcha silingan binodek bir gavda holda sharsiz Alloh yo'lida otilishining Allohga eng suyimlik amal ekanligi haqidagi oyat hadislarni esga olgan va eslatgan holda qo'llash ifodasi berganligini, mas'uliyat nuqtasidan mazkur masalaning jiddiyati haqida ikki og'iz zuvan surganligini ko'rolmayapmiz. Bir tarafdan iymon qayg'usi haqida so'z qilinsa, ishtonga patmog'idek chinqilib turib, g'ururi tutib ketganligini po'poz qiladigan, yana bir tarafdan bo'lsa, millatning zulmini ko'tarib o'tish yo'lida kim yordam qilsa, uning diniga kiradiganligi bilan jar soladigan atalmish millatchilarimizning bu vaqtdagi safarbarligi yoki mazkur harakatga doir faol chaqiriqi ko'zga chaliqqani yo'q. Aksicha sunniy kun tartib yasash bilan aldirash yurayotganligi ma'lum. Bugünkidek birlashishga va hamdamlashishga signal chalinayotgan chog'da qayergacha hamdam bo'lish va qandoq metodda birlashishni bilmaydigan passiv to'plarning maydonga kelayotganligi mundaq 3 turlik ehtimollikqa yo'l ochadi. Buning biri da'voning idealligini yo'qotib mulklashishga, bebaholikdan baholiq tovarga aylanib qolganligi. Yana biri bo'lsa, har qaysi gruppa va to'plarning tasmiliq ko'ndirilgan tiplarning kontrolligiga tushib qolganligi. 3-chi ehtimollik bo'lsa, kollektiv zihniyat chirishga mubtalo bo'lganligi. Passivlikning hukm surishiga yuqorqi ehtimolliklarning qaysi biri sabab bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, bugünkidek millatning tasvirlashga so'z ijod qilib yetishtirib bo'lolmag'idek darajadagi xorliq va zulmlardan qutulishiga mingda bir yo'li bo'lib, bu yo'lning berish nuqtasi xiyonatga tutashmaydiganligi bo'lsa, hamma tarafdan hamkorlashmagan taqdirdami, nuqul ashi yo'l ustida bo'lsa-mu hamdamchi bo'lish. Xarakteri alvatanga xizmat hisoblanadigan, shundoqla deganda fursati kelavermaydigan bundaq muhim ishlarda vaqtincha nesivdor bo'lishga sal qaramaslik, bor kuchi bilan qo'llab-quvvatlash odamiylik burch va uyg'urlik majburiyatdir. Chunki vatan ozodligi hamda zulmga qarshi turish yo'lidagi dushmanga qarshi zarba harakatlari ma'lum partiya yoki tashkilot yoki shaxslar bir-biriga dongishib qo'ysa bo'ladigan yoki o'zining mas'uliyatidan qochib anglamaslikqa, ko'rmaslikka selivasa bo'ladigan ishlar jumlasidan emas. Qandaqli fursat yoki imkoniyat mavjud tashkiliy guruhlarning qaysi birining qo'lida amalga oshadigan bundaq bir harakatda butun taraflarning do'lqin misoli yopirilib kelishlari zarur. Shundaqla mazkur fursat va imkoniyatlarni qo'llash harakati mohiyatda har bir Uyg'ur uchun odamiylik sinoq tashidir.
Chunki bundaq bir aqlli harakatga passivlik qilish va iranchmaslik Uyg'urlik, musulmonlik, millatchilik nuqtai nazarlaridanmi hal qilgan, balki odamiylikka berib taqiladigan masaladir. Burxon Muhammadning yozmalaridan uzunda. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.